topic berdi. Ondan keyin o topic to'g'risida sizlar bir ozroq 1 minutda tayyorlik qilib olib, andan keyin bosh to'g'riliq 1 minutda 2 minutda so'zlaysizlar. Ondan keyin part 3, 3-qismi. Part 3 of all speaking consists of a longer discussion that is related to the topic of part 2. 3-qismini bo'lsa IELTS imtihonda shu oldin qilma ikkinchi qismda siz so'zlab o'tgan shu topic to'g'risida shu udul shu Kogan bilan paranglashib shunday bir discussion iparsiz u masalan to'g'ri deydi xato deydi siz unga debate qilsiz qaytursiz deganga o'xshash men bunday o'ylayman sen unday o'ylaysiz sizlarga har qatim dars o'qigan vaqtinglarda bir arvima ishni sog'liq qiliblar Lijway qadar ko'ralaysizlar. Onun keyin topshiriqni ma'lum qilsangiz tushunay xodong ba masalan 语音以及文字的形式去给我发 masalan sizlar yozgan bu so'zlagan narsalarning yozgan nimasini menga avat berishinglar kerak. Uning grammatik xatolik ulamda undan mana narsa ulamda shuni tuzaymiz. Yana qanday yaxshi ideyalar bo'lsa tan qilishib, hamma da qilsam bo'ldim.